Navbatdagi xaridimiz. Shunda Bakinskiy brilliantimiz bo'ldi. Ananas degan komplektimiz bular. Ajoyib narsa oldilar klientimiz. Men shu narsalarni barterishlar. Hozir aytaman, yaxshi. Qizil oltinlarni bilan shishirilgan, ruti variant. Bular modasi o'tdi deb almashtiryapti. Nasib etsin, to'ylarga tang klientimiz yuzimizni ko'rsatishni xohlamadi. Omadingizni bersin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli mijozlarimiz, men shunday azon bilan kelib ertalabdan 700 euro proga qarab brilliantimiz sotilyapti. Svetofor 10 grammni ajoyib narxlarda berdi klientimizga. Omadingiz bersin, bismillah. To'ylarga taqishni nasib etsin. Shunday sog'laymiz. Omad. Rahmat. Navbatdagi xaridimiz shunday qadimgi Soyuz 30,5 gramm, 31 gramm. Unchaqimiz sotildi. Rossiyskiy bular, litoy variant. Ajoyib narsa bular. Uzunligi 65 santimetr. Mamasini tug'ilgan kundami? Ayjonsiz tug'ilgan kundan. Necha yoshga to'lyapti mamasi? 61. 61 yosh. Oldingizda omon bo'lsin jannatlaringiz. Shular sizlar sayozda yurarsin, hamisha ondan ham zo'rlanib kelgaysizlar. Omad. Sizlar ham ishlaringizga rivoj. Sog' bo'linglar. Tabriklab qo'yinglar. Assalomu alaykum. Yine Urganchdan keyin ikki mijozimiz var. Brasletdan berdik, gourmetdan. Akka yoqdimi gourmetlarimiz? Nasib etsin. Shunday gourmetimiz bo'ldi. Astrentda bo'lgan gourmetimiz 11,5 gramm. Litoy variant. Mana shu o'zlarimizdan oldi. Klient. Nuksli klientimiz. Omad, singlim to'ylarga. Rahmat, sog' Nuksdan kelib oladi. Childan berish klient. Ishonchli. Shunday italyanskiy oltini, brilliantlari yakutskiy yonib yotibdi. Akamiz bo'lajak kelinni oldingizmi? Hava kelin aldım. Rahmat Yulduz. Omad ishlaringa. O'sha qarisin bilan xizmatlari bersa yana so'l narsa oldilar. Rahmat, omad. Sog' bo'ling. Yulduz xodimi, ya'ni Ahmadam bugun to'y bo'lganlik 6 yillik munosabati bilan shunday gourmet brasletini ayollarga podarka sifatida oldilar. Nasib etsin. Tabriklab qo'ymoqchiman.